hidini qara deb mana shu yomg'irdan keyingi hidni aytib o'tcha kerakda boyaga akamiz. Uchastkani qishloqning sharoiti shunisi zo'rda qarang. Noklarimiz pishdi. Olmalarimiz pishib, уже ikkinchi marta pishyapti. Yomg'ir ham dahshat bo'lib quyib berdi. Mehnat zo'r ketdi, xudo xolasa. Agar o'zingizdagi mevani daraxtdan uzasiz-ku, yuvib ham o'tirmaysiz, shaxsan men yuvmayman. Shunday usti-boshga artding ketdi. Hovli uyda shunisi zo'rda. Liboy pishgan mevani olasiz, yedingiz ketdi. Miau. Eng qizig'i eshikni qo'yapman-u, mana ularni olib chiqish esimdan chiqib qoldi-da. Turkiya biznesga, xudo xolasa, tayyorgarlik haqiqatan ham chiroyli ketdi. Men o'yladimki, mana yerda ham joyimiz bor-da. Buni xudo nasib qilib boshlab olsak esalomon, mana qachi brollerni ham tashlab ko'rmoqchiman, uy sharoitidan. Xuddi shunaqa boks qilmoqchiman. Avvalo nasib, harakat qilaveramiz, sabablarni qilaveramiz. Alloh o'zim bersa, yaqin ham qilib ko'ramiz-da. Oxirgi qadamlar qoldi. Haqiqatan ham o'zimga ham yoqib ketyapti. Oxirda qanday qilishni bilmadim-da, boyagi polietilen trubani shunday yarmidan bo'lib osma qildim. Barsadir chiroyli qilib gruntovkani urdik. Tepasi qurib bo'ldi уже. Sekin, basharangni qara, ey. Kibrli tepadan qaraydigan o'rdagim bitta ko'rsatay. Esimga tushib ketdi. Malaka o'ziga joy qo'yapti mana. O'ziga yoqqan joyga qo'yadi-da bu tuxumda. Tepadan pastga qaraydigan, nima gap qizlar deydigan o'rdagimizdan-da bu. O'zi ham oppoqqina. Mana da 60 ta teshik bor. Yo'q, u tepalikka qo'yish kerak-da u. Joyi bor ekanda o'zlarini. Bo'lsa deyarli bitib qoldi bu ham. Chotkicha chiqyapti. Va kraskalangandan keyin shu asal bo'ldi-yu. Ko'pchilik maslahat berdi, gidroizolyatsiya qiling deb. Gidroizolyatsiya qilmoqchi edim. 2 litri, yo 1 litrimi 200 ming ekan. Ha, 1 litr 200 ming ekan. Lekin 6 litr kraska hali yetmayapman, deyapti. Fitfilonga tushib ketib qoladi gidroizolyatsiya. Butun planetani suv hech qayerga ketgan yo'q-ku. Bu ham hech qayerga ketib qolmasa kerak. Lekin o'rdakka deymiz-ku, birinchi bo'lib o'zim cho'milaman, xudo xolasa qursa buni. Kalladan beramiz-da bu yoqqa, xudo xolasa. Obstanovkani o'zi kuzatishyapti-yu. Agar o'tingiz o'rtasida ko'karib tursa, joy bo'lar ekan avvasi. Tomoshabinni ko'rsangiz-chi. Shu ham bo'laveradi menga qarang hozircha. Suvni to'ldirib endi bitta salto tashlab beramiz-da bu yoqqa. Zo'ra. Bu 3-ku. Katta keladi. Katta eshikamiz. Har bir oila a'zoga rang yozamiz va ismini yozamiz. Oila a'zoni birlashtiruvchi o'yin deydi ekan buni. Assalomu alaykum aya. Salomatlik saatlaringiz qutlug' bo'lsin aya. Hammalaringizga hayit muborak bo'lsin. Tamam şöyle. Kakras kerakli, eng kerakli narsani oldim mana. Hayit muborak bo'lsin. Menga ayam sho'da. Meni ham. Menga bu kartochka olib beradi. Menga sariq. Nima bu? Shuncha seni organizatordan ichida hamma narsasi. Ko'pini aldab qo'yib kerak. Ularga ham berishdimi? Yaxshi bo'ladi. Chayon. Aldira qarang uni. Smeshga tushganing. Aytga dushi so'lib yuraveradi. Va Abdulla qarang nima bu? Yo'qmi seriozmi bu narsa? Oilani birlashtirib turadigan o'yin ekan haqiqatdan. Kichkina tuyulishi mumkin. Sovg'ani katta kichigi muhim emas. Asosiysi e'tibor. Hammalaringizga oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik bersin. Keyingi yilga nasib qilsin. Hammalaringizga hayit ayyom muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar.